Assalomu alaykum. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Yaqin yillarda aholimiz soni 40 million nafarga yetishi kutilmoqda. Bunday o'sishda yiliga 140-150 ming xonadonga talab paydo bo'ladi. Bu har yili qo'shimcha 2000 gektar yer kerak degani, lekin yer maydonlari ham cheklangan. Bunday holatda shubhasiz renovatsiya dasturi qo'l keladi. Anglaganingizdek, bugungi suhbatimiz juda muhim va dolzarb mavzuda. Shaharsozlik renovatsiyasi va uning huquqiy asoslari haqida bo'ladi. Demak, studiyamiz mehmonlari bilan tanishtirib o'taman. Adliya vazirligi boshqarma boshlig'i Xidirali Sodiqov, Iqtisodiyot va moliya vazirligi bo'lim boshlig'i Olimjon Yoqubov hamda Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi ko'p xonadonli uy-joy fondini boshqarish va ekspluatatsiya qilish tizimini muvofiqlashtirish hamda renovatsiya loyihalarini umumlashtirish departamenti bosh mutaxassisi Yo'ldosh Rahmatov. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bugun haqiqatdan teletomoshabinlarimiz uchun muhim bo'lgan savollarga javob izlashga harakat qilib ko'ramiz. Dast avval Xidirali aka, aytingchi, mana teletomoshabinlarimiz uchun renovatsiya tushunchasini tushuntirib bering. Bu qanday jarayon va nega hozir u juda dolzarb? Marhamat. Albatta, bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan mavzulardan biri renovatsiya. Bu lotincha so'zdan olingan bo'lib, renovatio, ya'ni yangilanish degan ma'noni anglatadi va bizda aynan shu sohada hozirgi kunda shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilgan va u loyihada ya'ni hududlarimizni, aholi punktlarimizni bosh rejaga asosan renovatsiya qilish, ya'ni energiya samarador, ekologik toza va qulay va ixcham xonadonlar bilan ta'minlash dasturini tasdiqlash ushbu qonun loyihasida nazarda tutilgan. Keling, Olimjon aka, bu jarayonlarda o'sha iqtisodiy jihatlariga ham e'tibor beraylik. Renovatsiya bu yo'nalishda qaysi jihatlari bilan o'ta ahamiyatli hisoblanadi? Bu masalada juda to'g'ri gapirdingiz. Hamkasbimni o'sha gaplariga qo'shilgan holda shunaqa masalani alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, renovatsiya bu iqtisodiy tomondan juda muhim jarayon. O'zingiz ta'kidlab o'tganingizdek, har yili biz yangi uy-joylarni barpo etish uchun 2000 gektar maydonlarni uy-joylar barpo etilmoqda. Bu 2000 gektar degani bu kelgusida 10 yilda 20 ming gektar yer maydonlarini qisqarishi. Bu respublikamizda oziq-ovqat xavfsizligi masalalarida ham o'sha masalalarga ham ta'sir ko'rsatishini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, biz yerni kerak bo'ladigan bo'lsa, qishloq xo'jaligidan olishimiz kerak. Lekin qishloq xo'jaligi yerlarining qisqarishi oziq-ovqat xavfsizligiga jiddiy xavf soladi. Shu bilan yana bir marta alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, bu masalalarda biz prognoz parametrlarini ishlab chiqqanmiz. Shu ko'rinishda agar shaharlarimiz tartibsiz kengayib ketadigan bo'lsa, 2050-yilga borib 27 ming gektar yer maydonlari qisqarishiga olib keladi. Shuni inobatga olgan holda renovatsiya tadbirlarini amalga oshirish bugungi kun uchun eng muhim masalalardan biri bo'lib hisoblanadi. Bu ham iqtisodiy jihatdan, ham fuqarolarimizni energiya tejamkor, samaradorligi yuqori bo'lgan yangi uy-joylar bilan ta'minlash imkoniyatini vujudga keltiradigan muhim masalalardan biri hisoblanadi. Rahmat. Keling, Yo'ldosh aka, siz ham ushbu mavzuda endi jiddiyroq yondashaylik. Renovatsiya aynan qaysi hududlarda amalga oshiriladi? Chunki bu jihat ham muhim, to'g'rimi? Hozirgi kunda respublikamizda jami 17 ming ta 2 qavatli, 3 qavatli uylar mavjud bo'lib, hozirgi birinchi bosqichda o'sha eski muddatini o'tab bo'lgan texnik jihatdan ishchi guruh. Yo'ldosh aka, keling, texnik jihatdan deyapmiz, bu ilmiy yondashuv ketyapti, mutaxassislarning sodda tarzda aholimizga tushuntiraylik. Demak, 2-3 qavatli uylar haqida ketadigan bo'lsa, bunda o'z-o'zidan kommunal tizim mavjud emas, eskirgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Eskirgan, ma'nan eskirgan, masalan, poydevorlari cho'kkan bo'lishi mumkin, uyning tom qismlarida muammolar mavjud bo'lishi mumkin, fasad qismida yoriqlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Yashash uchun xavfli hudud hisoblanganligi uchun ushbu uylar renovatsiya dasturiga tushirilishi
maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda yaxshi. Qidiral aka, keling bir jihatga e'tibor qarataylik. Albatta bu mavzuyimizning yuzaga chiqishi ham avvalo davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan islohotlar samarasida deb baholaydigan bo'lsak, 9-aprel kuni davlatimiz rahbari aynan ushbu mavzuda taqdimot bilan tanishdi. Endi bir jihat borki, ayni loyihalar avvalo u yerda yashovchilarning manfaatlarini hisobga olgan holda tizimli va adolatli amalga oshirish zarur bo'ladi. Davlat rahbarining talabi ham shunday. Keling, bu bo'yicha qanday vazifalar belgilandi taqdimot doirasida? Albatta, yuqorida ta'kidlab o'tdik, shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi taqdimoti bilan davlatimiz rahbari tanishganda alohida ustuvor vazifalarni belgilab berdilar. Ular eng muhimlari har doim ta'kidlab o'tadilar. Birinchi navbatda mulkdorlarning huquqiy himoyasi va uni amalga oshirish bosqichlari yuzasidan yagona huquqiy mexanizmni yaratish. Shuning uchun shaharsozlik renovatsiyasi to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqildi va unda mulkdorlarning huquqiy himoyasi birinchi o'rinda turishi belgilandi. Hozirgi kunda ham pilot loyihalar ayrim hududlarda renovatsiya jarayonlari amalga oshirilmoqda, chunki bizda ekspluatatsiya muddatini o'tab bo'lgan uy-joylar bir qancha tashkil etadi va shulardan kelib chiqib va ushbu jarayonlarni yagona qonun hujjati bilan belgilash maqsadida ushbu loyiha ishlab chiqilgan. Ushbu loyihada eng birinchi navbatda asosan 3 bosqichda amalga oshiriladi. Ya'ni bu birinchi va hech kim misol uchun faqat bir kishining tashabbusi bilan emas, bunda mulkdorlar o'zi ham tashabbus qilishi mumkin, uchinchi shaxslar, investorlar ham tashabbus qilishi mumkin va davlat ham tashabbus bilan chiqishi mumkin. Va shunda birinchi navbatda o'sha hudud tanlanadi va renovatsiya qilishga ehtiyoj aniqlanadi. Bunda bu manan eskirgan bo'lishi va o'sha joydagi yashash uchun noqulayligi eng birinchi navbatda inobatga olinadi. Va ushbu takliflar konsepsiya ishlab chiqiladi va aholining roziligi bilan, kelishuvi bilan, notarial tartibdagi roziligi bilan taklif kiritiladi. Ya'ni ko'pchilik ovozi bilan taklif kiritiladi. Ya'ni kamida 80% aholi taklif kiritish uchun rozi bo'lishi kerak. Va ushbu taklif kiritilgandan so'ng undan keyin bu renovatsiya dasturi yuzasidan renovatsiya loyihasi ishlab chiqiladi va renovatsiya loyihasi bu alohida shaharsozlik hujjati sifatida qo'shilmoqdaki, har bir hududda, har bir joyda, ya'ni har bir uy qanday ko'rinishda bo'lishi, har bitta ya'ni kommunal tizimga bosim, ya'ni ijtimoiy maktab, bog'cha masalasi ham har bittasi yechimini topgan bo'ladi va ushbu loyiha kengashlar darajasida tasdiqlanadi va renovatsiya kengashida respublika yoki hududiy kengashlar tomonidan tasdiqlanib, dastur shaklida tasdiqlanadi. Dastur shaklida tasdiqlanib bo'lgandan keyin har bir xonadon egasi bilan alohida yakka tartibda kelishuv amalga oshiriladi. Va ushbu kelishuvda birinchi navbatda o'sha mulkdorlar bilan ochiq muloqot va kelishuv prinsipi eng asosiy rol hisoblanadi. Va har bir xonadon egasi bilan kelishib bo'lgandan keyin bu yerda kompensatsiya turlari ham alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Bu yerda kelishuv xohlagan o'sha qonunda alohida yozib ketyapmiz. Ya'ni kimdir o'sha joydan uy olaman degan fikr, ya'ni men o'zim yashab kelyapman va shu yerda yangilangandan keyin shu joydan xonadon olaman degan istakni bildirishi mumkin. Kimdir yo'q, menga pul qiymatida kompensatsiya berishni so'rashi ham mumkin. Yoki kimdir menga uyni boshqa joydan berishni so'rashi mumkin. Va ular ham qonunda o'z yechimini topib ketyapti va kelishuvga ko'ra o'zini istagan kompensatsiya turini tanlashi mumkin va kelishuvda nazarda tutilgan boshqa kompensatsiya turlarini ham tanlashi mumkinligi belgilab ketilyapti. Va bunda agar baholash masalasiga ham alohida e'tibor qaratish kerak va baholashda eng avvalo o'sha baholovchi tashkilotlar jalb qilinadi va baholashdan norozi bo'lgan tomonlar xalqaro baholash tashkilotlarini ham jalb etish mumkinligi qonun loyihasida alohida mustahkamlanib ketilyapti. Shuningdek, yana bir alohida kriteriyaga e'tibor qaratishimiz kerak. Konstitutsiyamizdagi bor norma, ya'ni bu xorijiy davlatlarda e'tibor qaratganimizda bunaqa normani o'zi yo'q. Ya'ni siz eski uyingiz yangilandimi, uning narxi 2 baravarga oshib ketadi. O'z-o'zidan hozir sizning 100 millionlik uyingiz renovatsiya asosida yangilangandan keyin 200 million bo'ladi. Ayrim xorijiy davlatlarda bu qanaqa yechim qilingan? Misol uchun oldin 100 million edi uyingiz, 200 million bo'lgani uchun 100 millionni kredit qilib to'lab berishingiz kerak. Chunki narxi oshib ketdi. Yo'q, bizda konstitutsiyamizdagi modda ham bor, o'sha prezidentimizning tashabbuslari ham mulkdorlar himoyasi ta'minlanishi kerak degan talab ham aynan shu va bizda har qanday holatda ham u yangilanadi va energiya tejamkor bo'ladi va avvalgisidan kam bo'lmagan uy-joy beriladi.
har qanday holatda ham, va eski uy yangisiga almashtiriladi. Keyingi davom etasiz. Keyingisi va bu 2 yildan oshmasligi ham qonunda aniq belgilab qo'yilyapti. Ya'ni 2 yildan oshmaydi. Bu qurilish jarayoni 2 yildan oshmaydi. Agar 2 yildan oshadigan bo'lsa, bu har bir kechiktirilgan kun uchun 0.5% miqdorida penya to'lanadi. Ya'ni majburiyat davlat kafolati ostida amalga oshirilyapti. Har bir hududda va respublika darajasida alohida renovatsiya jamg'armasi tashkil etilyapti. Va mahalliy hokimliklarni ham ushbu jarayonga o'qitish yuzasidan alohida davlatimiz rahbari tomonidan topshiriqlar berildi va har bir o'sha mahalliy davlat hokimiyati, tegishli manfaatdor vazirlik idoralari vakillari bu jarayonni, mexanizmni to'laqonli anglashi topshirilgan. Bundan tashqari yana alohida qonundagi eng mulkdorlar himoyasi, ya'ni uchun belgilangan normani aytib o'tishimiz kerak, belgilanayotgan normani, ya'ni o'sha hudud renovatsiya dasturiga tushsa, bu umumiy qiymatidan qat'iy nazar birinchi marta kelib bezovta qilganligi uchun, ya'ni o'sha uyni renovatsiya qilish dasturiga tushganligi uchun umumiy qiymatning 12% miqdorida kompensatsiya to'lovi shunday to'lab beriladi. Va undan keyin uy joyning qiymati va boshqa o'sha yer uchastkasining bozor qiymati, ko'p yillik dov-daraxtning bozor qiymati hammasi u alohida hisob-kitob qilinishi belgilanyapti. Shuning uchun xalqimiz, agar aholimiz uy joyi renovatsiyaga dasturiga tushganda hech ikkilanmasdan qatnashish imkoniyatini bildirishi ham mumkin. Bundan tashqari yana eng muhim mezonda aytib o'tishimiz kerak, qonun loyihasida nazarda tutilayotgan, siz mulkdorsiz, o'sha hududda renovatsiya dasturiga tushyapti va siz aytyapsiz, yo'q, bu yerda menga ko'p foyda olish uchun, daromad olish uchun meni hududim renovatsiya dasturiga tushyapti va ushbu dasturda men ham ishtirok etishni xohlayman desangiz, siz o'zingizning uy joyingiz yoki uy joyingizning bir qismining baholangan qiymatida umumiy foydaga ulush sifatida kiritish imkoniyatingiz ham yozilyapti. Bunday qonun, bunday mexanizm shu vaqtgacha amal qilmagan, yo'q bo'lgan, to'g'rimi, bizning respublikamizda? Shunday. Endi Qidiril aka, to'g'risi hozir sal oldinroq masalan renovatsiyaga tushgan hududlar o'sha mulk egalari kafolat yoki ishonch so'rab o'zi ya'ni halovatini yo'qotganda qanday qilar ekan, qanday mulkimni saqlab qolaman yoki men o'zimni xohlagan darajamda manfaat ko'ramanmi degan savollar bo'lishi mumkin. Endi bu qonun bilan barcha savollarga cheklov qo'yilyapti. Endi keling Olimjon aka, biz iqtisodiy jihatga ko'proq e'tibor qaratadimizda. Ya'ni hududlarni agar biz solishtiradigan bo'lsak, aholimiz uchun, aholi manfaatlari uchun qanday bir iqtisodiy samaradorlikni biz tahlil qilib berishimiz mumkin. Deylik, ma'lum bir muddatda o'sha ma'lum bir yillardan keyin o'sha hududning holati, sharoiti qay darajada keladi-yu, biz agar innovatsiyaga, ya'ni renovatsiyaga biz rozilik beradigan bo'lsak, qanday manfaatlarni biz ko'rishimiz mumkin? Bu haqida alohida to'xtalib o'tishni joiz deb bilmoqchimanki, renovatsiya loyihalarini tanlayotganda bosh rejalarga e'tibor qaratiladi. Ya'ni hududlar, demak, eng asosiysi renovatsiya bosh reja asosida amalga oshiriladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bu degani bir-biriga uylar yaqin bo'lib qolmaydimi? Yo'q, bunaqa masalalar nazarga tutilmagan. Barcha masalalar shaharsozlik hujjatlarining eng muhim elementidan biri hisoblangan bosh rejaga muvofiq ishlab chiqiladi. Bosh rejada o'sha 2030-yilgacha O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasida belgilab qo'yilganki, bosh rejalar 3 ta zonaga, asosiy 3 ta zonaga bo'lib ishlab chiqish belgilangan. Bular renovatsiya zonasi, rekonstruksiya zonasi va konservatsiya zonasi. Faqatgina tashabbuslar renovatsiya zonasida amalga oshiriladi. Ya'ni xohlagan investor kelib shaharning xohlagan qismidan renovatsiya qila olmaydi. Bu aniq qat'iy belgilanib qo'ymoqda. Birinchi masala. Ikkinchi masala shundan iboratki, renovatsiya zonasida tushgan hududlarda yangi uy joylar quriladi. Yangi uy joylarni eng muhim masala, davlatimiz rahbari alohida ta'kidlab o'tmoqdalarki, bu hududlarimiz, shaharlarimiz yoki aholi punktlarimizda qaysi hudud bo'ladigan bo'lsa, yashillik darajasini oshirish maqsad qilib olingan. Bu yerda renovatsiya mazkur qonun loyihasida endi har bitta obyektda 25% dan kam bo'lmagan alohida yashil zonasi bo'lishi qat'iy belgilanib qo'yilmoqda. Eski uylarni turgan o'rnida yangi uylarning qurilishi bu o'sha yerning investitsion jozibadorligini orttiradi. Sizga bitta misol keltirib aytishim mumkinki, hozirgi kunda yangi O'zbekiston massivlari barpo etilmoqda davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan hududlarda. Har bir hududda kirib borgan yangi O'zbekiston massivlari o'sha yerning investitsion jozibadorligini orttirib, bugungi kunda o'sha kommunal xizmatlar, ya'ni kanalizatsiya, ichimlik suvi,
muhandislik kommunikatsiyaning barcha tarmoqlarini qamrab olganligi hisobida o'sha yerdagi jozibadorlik ortib, atrofidagi hududlarga o'ziga xos bir yangicha investitsion jozibadorligini orttirmoqda. Shuni alohida yana ta'kidlab o'tishim kerakki, bu bevosita fuqarolarimizni ijtimoiy iqtisodiy bizni islohotlarimizda aniq vaqtda ko'ra olish imkoniyatlarini bilan birgalikda iqtisodiyotimizda ham rivojlanishga jadal ta'sir ko'rsatadi va bu yerda mulkdorlarda kompensatsiya qilib beriladigan hududda aholining biz bir vaqtlar yonimizda qo'shnimiz bilan yonma-yon 50 yildan beri yashayapmiz. Biz o'sha yerda aholini yonma-yon qoldirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdamiz. Bu jahon tajribasida juda ko'p mamlakatlarda kompensatsiya masalalarida faqatgina pul mablag'larini berib, ular masalan shaharning markazida yashab turgan aholi shaharning chetiga ko'chib ketishga majbur bo'lar edi. Bu qonun bilan siz 50 yilmi, 70 yilmi shu yerda birga yashayotgan mahallangiz aholisi bilan yonma-yon qolish imkoniyatini vujudga keltirmoqda. Demak, shahar markazida yashayotgan aholi endi shaharning o'sha shaharchaning chetiga ko'chib ketishga hech qanaqa imkoniyat yoki zarurat yo'q. Shunday. Endi yana bir jihatga e'tibor qarataylik. Olimjon aka, mana biz shaharsozlik rejasi asosida deb urg'u beryapmiz. Mana tendensiya kuzatilyapti. Ko'p qavatli uylarning birinchi, ikkinchi qavatlarida o'sha deylik tadbirkorlik uchun noturar joylarni o'sha foydalanish noturar joy sifatida bu tendensiya o'sha olis hududlarda ham joriy etiladimi? Qanday nazarda tutilgan? Albatta joriy etiladi. Bu mulkdorlarning roziligi asosida qurilayotgan uylarning ko'p qavatlilardan kelib chiqib, birinchi, ikkinchi qavatlarga misol uchun tadbirkorlik uchun alohida noturar obyektlar qurish imkoniyatini vujudga keltiradi. Bu birinchi navbatda mulkdorlarning roziligida. Yana bitta narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, ko'pchilik aholimiz 80% aholi rozi bo'lsa renovatsiya jarayoni boshlanib ketadimi degan xavotirda borda. Lekin shu narsani alohida ta'kidlamoqchiman. 80% aholi bilan renovatsiya jarayoni boshlanadi. Ya'ni o'sha hududdagi aholiga men tadbirkor boradimi, davlat boradimi, o'sha joydagi renovatsiya loyihasi, uni konsepsiyasi aholiga tanishtiriladi. 80% bo'lsa jarayon boshlanadi. Lekin qurilish, buzish jarayonlari bo'lganda barcha mulkdorlar bilan yakkama-yakka notarial tartibda imzolanib, ularning roziligi olingan taqdirdagina renovatsiya loyihasi amalga oshirish belgilab qo'yilgan. Ya'ni mulkdorlarimiz shunaqa endi rostini aytishimiz kerak, mulkdorlarimiz qaysidir uyiga renovatsiya hududida tushadigan bo'lsa, ularning kafolat maqsadlari yoki bo'lmasa kelgusida shu uyda ola olamanmi degan xavotir bor-da. Lekin buni biz real holatda ko'rishimiz kerak, qonunda biz mustahkamlab qo'ydik. Yana bir jihat bor, endi u renovatsiya hududida bir qancha vaqt qurilish ketadi, to'g'rimi? U o'sha hududda yashaydigan aholi boshqa manzilga ko'chib yashab turishi kerak. Buni iqtisodiy kafolat qiladi. Buni qonunda nazarda tutganmiz, qonun loyihasida. Ya'ni agar renovatsiya loyihasini hamkasbimiz ta'kidlab o'tdilar, 2 yil qat'iy belgilab qo'yildi. 2 yil davomida ijara bilan bog'liq bo'lgan to'lovlar tashabbuskor tomonidan to'lab beriladi. Agar u yerda ko'chish bilan bog'liq noqulayliklar vujudga keltiradi. Men bitta misol keltiraman. Masalan, men Yunusobod tumanida turaman. Menga ijara holatda Sergeli tumanidan ijara topib berdi tashabbuskor. Lekin meni farzandlarim yoki bog'chaga borish kerak edi, maktabga boradi, uzoq masofa bo'lib ketdi. Bir martalik 12% miqdorida kompensatsiya to'lab beradi, noqulayliklar vujudga keltirganligi sababli. Shuning uchun 2 yil qat'iy belgilanib qo'yildi. Bundan tashqari renovatsiya loyihalari faqatgina ko'p qavatli uylar emas, balki yakka tartibdagi uylarga ham alohida e'tibor qaratishimiz kerak. Masalan, siz uyning narxini uyga teng kvadratura maydon beradigan bo'lsangiz, yangisidan beraman deyishingiz mumkin. Lekin sizda 4 sotiq yoki 6 sotiq maydonimiz bor, yer maydonimiz. Bu masalada yer maydonini baholatgan qiymati bozor narxiga to'lab beriladi. Va 2 yil davomida agar siz shu yerda yashagan bo'lsangiz, dehqonchilik qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa boshqa boy beriladigan daromadlaringiz bor u yerda 2 yilda. Manfaat kelib turibdi 2 yil davomida. Shu 2 yildagi manfaatlaringiz to'liq qoplab beriladi. Bu shunaqa mexanizm, shunaqa tizim yagona sikl sifatida rivojlantirilgan va baholangan. Bunaqa tizim yagona bir qonunchilik asosi mavjud emas edi hozirgi kunda. Shu qonun bilan barcha tizim hududlarimizda qat'iy nazar u poytaxt bo'ladimi yoki bo'lmasa viloyat markazi bo'ladimi, bu oddiy bir qishloq bo'ladimi yo hudud chekka hudud bo'ladimi, hammasi bir xil muvofiq, bir xil mezonda baholanadi, bir xil kriteriyaga bo'yicha kompensatsiya masalalari ham, ko'chish xarajatlari ham, ularda yetkazilgan o'sha zarar mablag'lari ham, masalalar hammasi qoplab beradi va bu iqtisodiyotimiz uchun ham juda katta bir tendensiya beradi. Bu orqali biz nima shaharlarimizda arxitektura qiyofasining yangilanishi va shahar muhitining shakllanish imkoniyatini vujudga keltiradi. Bu juda bir urbanizatsiya jarayonlarining bir bo'lagini yana biz mana shu qonun loyihasi bilan
biz qonunchilik bazasini yaratmoqdamiz. Mana demak biz qonun loyihasi deyapmiz. Endi o'ylaymanki bu ma'lumotlardan keyin xalq bu qonun qachon qabul qilinadi, qachon amalga oshadi degan savol ham bo'lishi mumkin. Yana bitta qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Juda to'g'ri aytdi Olimjon aka, hamkasbimiz. Ya'ni bitta yana xavf bo'ladi. Odamlar aytadi, bu qurilish boshlanib deydi, yana tugamay qolsa, yo quruvchi yo'qolib qolsa, qayerga qilamiz, nima qilamiz? Biz buni aynan shuning uchun qonun loyihasida yozib ketilyapti. Bu davlat kafolati asosida renovatsiya amalga oshiriladi. Ya'ni har bir tadbirkor bo'ladimi? Hammasi davlat kafolati asosida. Alohida direksiya tashkil etadi. Kim qurayotgan bo'lsa va u direksiya bevosita davlat tomonidan nazorat qilinadi va har bir holat, ya'ni uni misol uchun direksiya tashkil etilishini ham o'ziga xos sabablari borda. Bu xalqaro xorijiy rivojlangan tajribadan olingan. Misol uchun bitta quruvchi 10 ta joyda qurilish qilyapti va u bitta yuridik shaxs tashkil etgan va uni boshqa qarz majburiyatlari bordir. Boshqa to'lash kerak bo'lgan summalari bordir. Ularni to'layman deganda bu renovatsiya joyi ham uni mulkiga o'sha qurilayotganda o'sha jarayoniga tushib qolishi mumkin va uni qarzga qaratilib va jarayon butunlay to'xtab qolishi mumkin. Shuning uchun direksiya tashkil etilgan holda uni boshqa qarz majburiyatlaridan alohida ajratib olib, ya'ni shu renovatsiya loyihasini 2 yil davomida kamida tugatish majburiyati yuklangan holda qurilish qonun loyihasida belgilangan. Adolatli tizim talab qilingandek. Endi Yo'ldosh aka, biz umuman yuqorida ta'kidlab o'tdik, 2-3 qavatli uylarni agar shahar markazi emas, keling chetroq olislar hududlarga chiqaylik. U yerda kommunal xizmatlar haqida gap bo'lish mumkin emasda. O'zingiz yuqorida ham ta'kidlab o'tdingiz. Endi renovatsiya asosida qanday samaradorlikka erishamiz? Deylik, o'sha ichimlik suvi, oqova tizimi yoki o'sha mana 2 yil muddatda quriladi deyapmiz. Yangi o'sha obyektlarda bu jihatlar qay darajada e'tiborga olingan? Aholi, hududning manfaatlari qanday ustuvorlik kasb etadi? O'sha ko'p qavatli uylar renovatsiya jarayonida dasturga amalga oshirilsa, bu hududda o'zidan kelib chiqadiki, infratuzilma joriy etiladi. Ichimlik suvi quvurlari tortiladi, yangilanadi, eskilari yangilanadi. Muddatini o'tagan, masalan, chirib ketgan bo'lishi mumkin, ishdan chiqqan bo'lishi mumkin. Bu hududda hamma infrastruktura yo'ldan boshlab ichimlik suvi bo'ladimi, oqova suv kanalizatsiya bo'ladimi, elektr ta'minoti bo'ladimi, hammasi yangilanadi. O'sha hududga moslashtiriladi. Demak, biz endi markazlashgan ichimlik suviga ulaniladi, to'g'rimi? Oqova tizimi ishlaydi. Shunaqa. Qo'shimcha qilsak, to'g'ri aytdi Yo'ldosh aka. Ya'ni bunda qonun loyihasida nimani nazarda tutyapmiz? Misol uchun, o'sha yerda 2 qavatli uy bor edi va o'sha yerda 2 qavatli uy bor edi va u yerda borinki 20 ta 30 ta xonadon yashardi va uni qayta loyihalashtirib, yuqoriga o'sish tamoyili qo'llanilgandan keyin u yerda 300 ta xonadon yashayapti. O'z-o'zidan bu infratuzilmaga bosimni oshiradi. O'z-o'zidan maktab va bog'cha degan yana boshqa ijtimoiy sog'liqni saqlash obyektlariga bo'lgan talabni oshiradi. Biz aynan qonunda shunaqa deb yozib ketyapmiz. Ya'ni infratuzilmaga va ijtimoiy soha obyektlariga bosim renovatsiya loyihasida alohida inobatga olinadi va birga amalga oshiriladi. O'z-o'zidan avvalgisida agar yo'q bo'lgan bo'lsa ham ushbu loyiha amalga oshirilgandan keyin u yerda bo'ladi. Endi bir jihat bor, mana Adliya vazirligi bilamizki, xalq murojaatlari bilan ishlaydi. Umuman bu yo'nalishni ish boshlangandan keyin mana qonun loyihasini ham tushuntirib beryapsizlar. Ancha xalqning murojaatlari inobatga olingan. Yana qanday xalqimiz xavf mavjud va ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda qaysi savollar xalqimizni tashvishga solyapti. Shular haqida ham oydinlashtirib ketsak-da, keyin yana bir jihat bor. Umuman balkim qo'sh tirnoq ichidadir, xalqimiz ba'zan ishbilarmon deb ta'riflashimiz mumkin. Renovatsiyaga tushgan hududda ba'zi bir loyihalar, ishbilarmonlik loyihalari, tijoriy loyihalarni tuzishga, rejalar tuzishga ustamonlik qilamizda ba'zan. Endi bu qonun bilan ba'zi bir tushunchalarni berib o'tsangiz, demak, uy joyga ega aholi yana qo'shimcha uy joyga ega bo'lishni istab qolishi mumkin. Qaysi jihatlarga e'tibor qaratiladi? Albatta, ushbu qonun loyihasi xalqimizdan, fuqarolardan kelgan takliflarni to'laqonli inobatga olgan holda ishlab chiqildi. Ya'ni asosiy xalqimizning e'tirozi, yagona qonun hujjati yo'q-ku hali.
har bir hududda amalga oshirilayotgan renovatsiyalar bo'yicha yagona mexanizm yo'q degan masalani qo'ygan va bu shundan ham kelib chiqib yagona qonun loyihasi ishlab chiqilyapti. Bitta mexanizm bo'ladi har bir hudud uchun. Bunda quruvchi ham, davlat ham, mulkdor ham hamma o'sha qonun hujjatiga murojaat qiladi va o'sha qonunda belgilangan mexanizm asosida harakat qiladi. Bu birinchi. Ikkinchi navbatda, misol uchun to'g'ri, bu agar bu buzilishga tushadigan bo'lsa yo renovatsiyaga tushadigan bo'lsa, bu ya'ni biz misol uchun ortiqcha holatlar bo'ladi. Misol amaliyotda muammolarni ko'p uchratganmizda, ayrim odamlardan misol uchun arzon narxda renovatsiyaga tushishini bilib sotib olib bir necha kishilar misol uchun qo'shtirnoq duch kelganmiz bu holatlarda amaliyotda. Amaliyotda ya'ni bizda mazmunan renovatsiya amalga oshirilgan jarayonlar bor, hozir ham bo'lyapti. O'shanda o'sha hududni ya'ni renovatsiya qilinishini bilib, ya'ni o'sha hududni sotib oladi. Va ko'pchilik misol uchun bir nechta arzon narxlarda, chunki u eski uy-joylar bo'ladi. Keyin uni xohlagan narxini qo'yish degan. Yuqorida ta'kidlaganingizdek, yangisiga qaraganda bir necha barobar arzon bo'ladi u. Bir necha barobar arzon bo'ladi. Shuning uchun bu dastlabki konsepsiyada bu mulkdorlarni o'ziga qo'yib berilyapti. Mulkdorlar ya'ni o'zi ham tashabbus qilishi mumkin. Ya'ni birinchi navbatda faqat davlatni kutib o'tirish yo uchinchi shaxslarni kutib o'tirish kerak emas. Mulkdorlar o'zi o'sha yerda foydali loyiha amalga oshirishini bilib turibdimi, o'zi ya'ni 80% birikib, ya'ni ko'pchilikning ovozi bilan taklif kiritishi mumkin. U taklif ma'qullanib kelsa, har bir kishi bilan kelishib, mana bunga shunaqa bo'ladi, sen shuncha joyingga, eski joyga shuncha olasan, mana shunda kompensatsiya miqdori mana shunaqa bo'ladi deb o'zi amalga oshirish mumkin bo'lgan mexanizmni ham qilib beryapmiz. Va qonunda yana ham yengillashtiruvchi, misol uchun eng amaliyotda muammolar xorijiy davlatlar tajribasini ko'rganimizda ham misol uchun egasi qolib ketgan joylar bo'ladi va ayrim ko'p kvartirali eski uylarda ham egasi yo'q, misol uchun yoki bo'lgan merosxo'rlar boshqa davlatda. Ularni olib kelguncha ham o'sha jarayon to'xtab qolishi mumkin. O'sha jarayonlarga ham ya'ni jamg'arma kafolati ostida kompensatsiya agar egasi yo'q bo'lgan taqdirda ham kompensatsiyani kelganda olib qo'yishi mumkin degan farazni ham nazarda tutib biz jamg'arma kafolatini yozib ketyapmiz ushbu qonunda. Endi bir jihatga e'tibor qarataylik. Har bitta islohotlarning ishtirokchisi avvalo xalqimizda. Mana yuqorida aynan taqdimotda ham ma'lumot berildiki, yiliga 140-150 ming xonadonga talab bo'ladi-da. Bu islohotlar o'sha bosimni, yuklamani kamaytirish uchun davlat siyosati desak, endi Olimjon aka bitta jihatga e'tibor qarataylik. Umuman bu renovatsiya orqali qanday O'zbekistonni qurishni biz maqsad qilyapmiz? Bu juda muhim masala. Renovatsiya jarayonlari faqatgina aholini uy-joy, ya'ni boshpanasi bilan ta'minlash emas, balki aholini ijtimoiy iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish va aholini daromadlarini oshirish. Aholimiz qulay, shinam, energiya tejamkor uy-joylarda, muhandislik kommunikatsiya bilan to'liq qamrab olingan uy-joylarga yashash sharoitlarini yaxshilash masalasida nazarda tutilmoqda. Biz kelgusi yillarda o'sha mana jahonning eng rivojlangan mamlakatlarida aholi punktlarini rejalashtirishga alohida e'tibor qaratamiz. Biz kelgusi bosqichda bosqichma-bosqich bosh rejalarni amaliyotga to'liq tatbiq qilish imkoniyatini vujudga keltiramiz. Ko'pchilik savollar tug'iladi, bosh rejamiz bor, lekin ishlamayapti. Bu masalalar deb ko'tariladi xalqimiz tomonidan. Lekin bosh rejamizdagi asosiy jarayonlar mana shu renovatsiya bir qismi, renovatsiya jarayonlari bilan biz shaharlarimizda shahar muhitini shakllantirish, uni arxitekturaviy qiyofasini shakllantirish, uni vertikal o'stirish, gorizontal emas, vertikal, shinam qilib o'stirish masalalarini ham nazarda tutilgan. Shu bilan birgalikda boyagi savolingizga qo'shimcha qilib aytib o'tib ketmoqchimanki, agar mulkdorlar bir xonali uyda yashayapti, masalan deb tasavvur qilaylik, 35 metr kvadratda men yashayapman. Renovatsiya loyihasi kelib tushdi. Shu yerda menga tashabbuskor aytmoqdaki, 35 metr kvadrat maydonga teng tayyor yangi shinam uy beraman senga deb menga aytmoqda. Men xo'p, bu masala mayli, lekin men 2 xona qilmoqchiman shu uyda. 45 metr kvadrat qilib bera olasizmi degan savol tug'iladi. Bu masala ham juda mexanizm, juda. Chunki biz uylarimizda shinam va xonalarni ko'p bo'lishini xohlaymiz. Shu masalada agar 35 metr kvadrat maydon bo'lsa, bir xona bo'lib turganmiz. 45 yoki 50 metr kvadrat 2 xona bo'ladigan bo'lsa, 45 metr kvadrat o'sha kompensatsiya hisobidan qoplab beriladi. Qolgan qismida esa fuqarolarimiz o'sha
loyihaga xuddi ulush kiritish sifatida mablag'ni to'lab, ya'ni xonalar sonini ikkita qilish imkoniyatini ham vujudga keltirmoqda. Bu juda muhim narsa, chunki aynan o'zi yashab turgan hududda endi kengroq shinam xonalarni xonalarni olib beradi. Bu yana bitta narsaki, mexanizmki, adolatli davlatimiz rahbari ta'kidlab o'tganlaridek fuqarolarimizga adolatli kompensatsiya berishimiz kerakda. Misol uchun, men 100 metr kvadrat uyda yashayapman, ikkita oila bilan yashayapman. Lekin bizning fuqarolarimiz kelib turib, biz ikkita oila yashayapmiz, bizda ikkita uy ber degan masala ko'tariladi-da. Bu masalada endi biz aholi soni oilaga emas, balki o'sha yashab turgan maydondan kelib chiqqan holatni bildirmoqchimiz. Umumiy maydondan. Olimjon aka, umuman bu mavzu o'ta dolzarb. Hozir ichiga kirib boryapmiz. Juda qiziqarli savollar bor, savollarga javoblar ham bor mutaxassisimizda. Albatta, ushbu qonun loyihasi qabul qilingan va bu amaliyotga yaqin vaqtlar ichida qonunchilik tartibida ko'rib chiqiladi va qabul qilinganda renovatsiya borasidagi ishlar amaliyotga joriy etiladi. Xalqimiz buni o'z hayotida adolatli tizimni o'z hayotida guvohi bo'ladi va rozi bo'ladi deb o'ylayman. Muhtaram ishtirokchilar, taklif, bildirilgan fikrlar va mulohazalar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiraman. O'ylaymanki, teletomoshabinlar ham renovatsiya borasida muhim savollarni qo'lga kiritdilar. Qadrli teletomoshabinlar, bu studiya 24 dasturi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.